Assalomu alaykum Yevropa gaz obunachilari, kuningiz fayzi baraka bo'lsin. Boshlagan kuningiz qanaqa ertalabda ishimiz avjida. Bugun yonyapti borku, sifatli metan uстановка Yevrogazda mashin juda ham tiqilinch, har xil viloyatdan 12 ta viloyatdan kelgan. Sizlarga qisqacha bemalol bitta tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring va bizga obuna bo'lib, like bosib, esdan chiqmasin. Birinchi o'rinda mana vodiydan kelgan akamizga Colt mashinasiga propan uстановка qo'yib berganmiz. Miyamiz o'sha mashhur Yevropaga tegishli Basika 24 ga 4 o'zini boshqa bloki. Reaktorimiz Turkiyaniki, originali. Mana Atiker Turkiyaniki, hech chiqmasin maxsus fragment ishlanglar va original xomitlarigacha original qilib zajimlar bilan chiroyli qilib olib borganmiz. Bu mashinamizga Farsunkamiz Real firmaniki, Italiyaniki, original zapchastlar bilan chiroyli sifatli qo'yib beryapmiz. Akamiz vodiydan kelgan. Mana biz 12 ta viloyatdan keladi. Sifatli metan usulini qo'ysangiz har xolagan turdagi xohlagan keladi. Albatta bizga. Navbatdagi Colt mashinamiz Toshkent shahridan kelgan 4-pakelli metan uстановка qilinyapti. Birinchi o'rinda miyamiz Alex Polsha brendiga tegishli original miyalarni qo'yib beryapmiz. Farsunkamiz X original, reduktorimiz ham X original. Xitoydagi, lekin original bo'ladi. Shu eng yaxshi zapchastlarni qo'yib beryapmiz. Sifatli qilib 90 tal ballonlar bilan. Bu tarafda Colt mashinamiz ham propan uстановка qilib beryapmiz. Miyamiz Basika 24 ga 4 Yevropaga tegishli Polshaniki originali. Atiker Turkiyan reaktoriga ham originali. Hech chiqmasin maxsus fragment ishlanglar va original xomitlar ishlatilyapti. Mana e'tibor beringiz mumkin. Har bittasiga Farsunkamiz Valtek Italiyaniki originali. Buni podelkasi yo'q, hammasi original qo'yilyapti. Bu tarafda ham yana Colt mashinamiz uстановка jarayonida ko'rib turganingizdek ishimiz davomida ketyapti. Basika 24 ga 4 Atiker Turkiya reaktori Valtek Italiyani farsunkalari bilan sifatli qilib uстановка qilinyapti. Hozir 1 minut bu taraf. Alo. Qissamda ekan. Hop. Mana orqasiga 65 ta silindr, bunga 90 ta ketyapti Toshkentdan, hozir kelyapti. Valtek Italiyaniki yangi chiqqan salon chiqqan Damas mashinamiz. Endi metan usulini qilib, 5 ta hali endi chiqarib qo'yamiz. Bu tarafda Labo mashinamiz. Labo mashinamiz 65 talik qo'yib beriladi. Kuzib teshmagan holda zapaska tushadigan variant. Yurishlarni bakni olg'isida bak joyiga qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Bunga propan 65 talik Colt mashinamiz. Labo ham yangi salafan pachka. Bugi metan turib, metan yechib, propan aralashtiriladi. Shunaqa xizmatlar ham bor, zamin xizmatlari. Metan yechib, propan yechib, metan qo'yib beramiz. 90 talik yangi. Bu tarafda Qashqadaryodan kelgan akamizga 90 talik metan qilinyapti. Bu tarafda Matiz mashinasi 65 ta Vikor ballonlar bilan. Bitta 3-chi pakelni uстановка qilinyapti. Ko'rib turganingizdek ishimiz davomida, ishimiz avjida. Hammasi full zapchastlar bilan uстановка qilinyapti. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana bir XLga kamp ishlari olib borilyapti. Bizda shunaqa xizmatlar bor, kamp ishlari xizmatlari yurtda ko'rib olamiz. Metan Malibu 1 mashinamiz Buxorodan kelgan. Metan uстановка qilindi. 4-pakelni original zapchastlarni qo'yib berdik. Miyamiz
X Adax originali Royal farsunkamiz. Ko'rib turganingizdek boshqalar brok miyamiz esa Stag 200 Gofas mana Porsche'niki originali. Zaprashlar orqa qismiga endi qo'yilgan. Bu tarafda yangi labo mashinamiz turibdi bizda. Labo mashinamiz ham 65 talik. Xolasa oluvchilar chimita, oluvchi proporsiya beramiz. Ishimiz avjida Yevropa gazda har doim ishimiz avjida. Bizda sifatli metan ustunovka har doim bir qadam oldinda. Sifat bizda har doim birinchi o'rinda. Agar o'tkasalar sifatlar qilib beramiz. Kelaverasizlar Yevropa gazga. Sifatli qilib chiroyli qo'yib beramiz. Manzilimiz keladigan bo'lsak, Toshkentda kelishcha shunday uzgazuvlar burilganida aytarim mumkin emas razvodki mumkin razvod qayrilganingizda shu 10 taraf kanal bo'yida Yevropa gaz deb yozib qo'yilgan. Agar Jizzaxdan kelishda eski betonka Sardovan yo'li shunday kelganingizda kanal bo'yida 10 tarafda Yevropa gazi bitta katta qilib yozib qo'ygan. Shunga e'tibor berasizlar. Sifatli qilib so'roq qilib beramiz. Har doim bizda sifat har doim birinchi o'rinda. Yevro gaz har doim bir qadam oldinda.